Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, aziz birodarlar va opa-singillar. Bugun biz tushda non korish ta'biri haqida gaplashamiz. Non inson hayotida eng muhim rizqlardan biri. Shu sababli tushda non korish ko'pincha hayotdagi baraka, rizq va farovonlik bilan bog'lanadi. Islom olimlari, xususan Ibn Sirin, tushlarni sharhlashda nonni alohida ahamiyatga ega deb hisoblaganlar. Ularning ta'kidlashicha, tushda korilgan non hayotingizdagi moliyaviy holat, farovonlik va halol rizqni anglatadi. Agar tushda yangi va toza non korinsa, bu sizning hayotingizda baraka va tinchlik belgisi bo'ladi. Ammo nonning rangi qoraygan, eski yoki buzilgan bo'lsa, bu moliyaviy qiyinchilik, sog'liq bilan bog'liq muammo yoki hayotdagi noaniqlikni bildirishi mumkin. Tushda nonni yeyish yoki birovga berish esa saxovat va yordam ramzidir. Non pishirish, non olish yoki nonni yo'qotish kabi holatlar har biri alohida ma'no kasb qiladi. Masalan, non pishirish bu oila va mol-mulk barakasi, mehnat orqali rizq topish belgisidir. Non berish saxovat va mehr-muhabbatni bildiradi. Non yo'qolishi esa ehtiyotkorlik qilish zaruratini yoki moliyaviy qiyinchilikni bildiradi. Shuni ham yodda tutingki, tushni sharhlashda shayton vasvasasini ham hisobga olish zarur. Ba'zan tushlar odamni qo'rqitish yoki tashvishga solish uchun keladi. Agar tush sizni bezovta qilsa, Allohga suyaning, zikr va Qur'on o'qish orqali ruhiy himoya qiling. Ayniqsa Oyatul Kursi, Falaq va Nos suralari tavsiya qilinadi. Xulosa qilib aytganda, tush bu ogohlantirish, alomat yoki ruhiy holatning aksidir, lekin uni darhol haqiqat deb qabul qilmaslik kerak. Tushdagi non esa sizning hayotingizda baraka, halol rizq va saxovat belgisi sifatida talqin qilinadi. Shunday ekan, hayotingizda mehnat qiling, saxovatli bo'ling va Allohga suyaning, shunda tushlaringiz ham xotirjam va foydali bo'ladi. Alloh taolo barchamizni yomonliklardan va vasvasalardan asrasin. Agar sizga bu video foydali bo'lsa, like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va do'stlaringiz bilan bo'lishishni unutmang. Rahmat.